Eshikni olib boring. Bizda alhamdulillah juda zo'r natija. Bu hojona bizga kelgan bundan 2 oy oldinmidi? Ha, 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldin kirishgan. Hindistonga ketayotgan joylarida bizni o'sha internetdan ko'ruvmidingiz? Ha, internetdan ko'rib qolib, juda tushkun ahvolda, juda stressli, juda depressiyaga tushdilar. Mana Alloh qaytib berdi. Hozir men o'zlariga ham aytdim. Ishonmasangiz, bu tekshiruvga boshqa joyga borib ham tushsa bo'ladi. Hattoki buni tekshirgan specialist Komiljon akam ham juda положительный naqalarni yozgan, fibrozlari 9 ko'rsatdi. Birinchi tushganingiz necha edi? 12 edi. 12. Ha. Hozir seroz yo'q, absolyutni. Taloqlari ham zo'r. Hozir mana telefonlarida ana qon analizlarini ko'rib o'tirdik. Juda yaxshi ko'rsatkichlari ko'z tegmas. Mana shuni ochib bering-da. Nimaga ochilmayapti? Ha, bo'ldi, ochildi. Shu juda yaxshi ko'rsatgan, titrlari ham, hamma narsalari juda ajoyib. ALT, AST, GGT, SHF, ishqorli fosfataza, yana bilirubin, nepromoy, promoy, hammasi umumiy qon tahlillari. Ish bor edi-yu. Ha, taloqda ish bor edi. Taloqda ishi ham kichkiraygan deyapti, yaxshi. Aytdim-man, soppa sog'siz. Juda yaxshi. Endi Endi kasallik o'zidan asorat qoldiradi. Shu bir munchagina nolib bor, nima deydi? Endi u unchalik muhim emas. Xo'p. Nechinchi kundan o'zgardi? Men sizni tasmaga olyapman videoga. Sizga o'xshab qiynalib yurgan hojonalarga motivatsiya bo'ladi-da. Shu birinchi oyda ham mana o'zgarishni sezdim-da. Ikkinchi oyda mana 9 ga tushibdi. Endi hali 3-chi nimani olganim yo'q. Lecheniyani uchinchisi. Oson yana ham tushadi bunda. Albatta. O'sha 2 martada shuncha yaxshi natija bo'lyapti. Rahmat o'g'lim. Amin. Voy, men o'g'lim bilan teng ekansiz, 88-yil kirdi qoldim. Yaxshi, nevaralaringizni baxtli kamolini ko'rib yuring. Men aytdim-ku, o'zimni oyimga qaraganda qarab beraman. Hech siqilmay, stressga tushmay derdim ko'pchi. Endi baribir dilim tinmas ekan. Yig'ladi, xo'jayinim yig'ladi, hattoki o'shanda seroz degani. Ko'zlaridan yosh chiqdi. Yuz serozlar chiqmabdi. Hammani tartibga qo'yib qo'yganlar. Ishxonada telefonda. Hozir aytdim, tartibni jazor qilib qo'yibsiz, sen o'qituvchilikka boraman dedilar. Yosh u qari hammasini stress qilib qo'yibdilar. Soppasi ochiq turam bola. Ha, вообще zo'r. Bular Hindistonga yo'l oldi. Hindistonga ketib turgan joyida. Zo'r. Yashayman, 10 yil yashayman. Bormayman men. Menga jigar bergan odamman yarimjon bo'ladi. Kerak emas dedim. Zo'r. Men aytganimdek. Yaxshi bo'ldi. Bundan ham zo'rni erishing. Bersin. Hamma ham men qatori shifo topib bersin. Hammasiga Allohning o'zi shifosini bersin. Sizni sabab chiqib qo'ygan rost bo'lsa, ilohim. Amin. Siz ham dunyo turguncha turing, Allohning orzu havaslarini ushaltiring, ilohim. Amin. Qo'shningiz bilan qo'sha qarab, farzandlaringizga baxtu kamolini bering. Hoji ota, hoji ona bo'lib yurishlikda Allohim o'zi mana sizga ham nasib qilsin. Amin. Anaqada telefoningizni qo'ysam maylimi tarmoqqa? Sizga o'xshab qiynalganlarga bo'lardi. Konsultatsiya berardi. Qizim nima qilardi, mayli javob berardi. Nima qilay, qo'yaveraymi telefoningizni? Mayli, qo'yavering.